Ana kichkinagina ro'yimiz. Ana shu ro'yni hozir ushlaymiz. Shunday arilarni yonidan shu yerga ko'nibdi va hozir ushlamasak qochib ketadi. Buni qanday ushlashni hozir o'rgataman. Ana shunaqa bitta quti bo'sh, keyin asalli romka, mana bu tomonida asali bor, mana asali bor, gulchangi bor. Keyin bo'sh ramka, bunga suv sepdim, ikki tomondan suvli ramka va bitta yangi mashina ramka. Bitta karmushka, bunga shira qo'yiladi. Ana shu komplekt va mana bu sim, mana bu tomoni bunaqa, bu tomoni bunaqa. Hozir ramkani osiltirib qo'yamiz, ana bu ro'yni ushlashga. Ketdik arini ushlashga. Yo, bismillah. Hozir hamma arilar shunaqa qochishga intiladi, qochishga harakat qiladi. Xo'p, buni shunday olamizda ustiga mana bu yerga qilaylik. Bunday qilib, shunday qilish kerakki, bu romka arilarga tegishi kerak. Hozir boshqa yo'lni qidiramiz. Tak. Shoot, уже раз с рамкой. Bu ramka yotqagi. Raftan naziktar video giram. Ana ramkalarga arilar o'zi o'tiryapti. Boshlanishi. Qolgan ikkita ramka, suvli va yangi mum pardali ramkani ikkita chetdan qo'ydim, o'rtasiga mana bu yerdan olib kelib ramkani arilarni bu yerga qoqaveramiz. Ana shunaqa ramkalardan olib kelib qoqyapmiz. Shuni ichiga qoqib ushlab olyapmiz. Mana daraxtda ozgina ari qoldi. Bular ham sekin hammasi tushyapti. Oxirgi ramka bo'ladi. 2-3 ramka borib qoqdim. Onasini ham topdim. Onasi allaqachon qutida. Mana onasiga boramiz bo'lmasam. O'yla, ana shu oila, yangi oila shu yerda ona tuxum qo'yadi, bolalaydi, nasib bo'lsa. Mana yangi karmushka qo'ydik. Ingichka karmushka. Mashina, asalli romka, suvli romka. Shira.